Shu ikkalasi yo'qmi sizga shu telefonlarimiz? Yo'q. Hozir bu akamizga shu ikkita telefonlarni rasmiylashtirib yoqib ko'rsatib beramiz. Hurmatli obunachilar, bu akamiz Redmi Vivo E04 va Redmi A5 telefon oldilar. Hozir bularga yoqib rasmiylashtirib beramiz. Instagramga qo'yadi. Kuzatib boraman. Redmi A5 telefonining tashqi ko'rinishi. Telefonimiz yangi, juda ham chiroyli ekan. Hozir yoqish jarayonida. Vivo E04 telefonimizning hozir kelasi ham yonish jarayonida ketyapti, aka. Kelasi ham yo'qmi sizga telefonlarimiz? Yo'qdi. Narxlari ham juda ham yaxshi ekanmi? Hurmatli obunachilar, sizga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Premium Gadgetga murojaat qilishingiz mumkin. Premium Gadget sizlarga eng yaxshisini munosib qiladi.